Afrika, Murchison sharsharasi, sokin Viktoriya, Nil daryosi o'zini qoyalar oralig'iga uradi-da, u yerdan otilib chiqqach, shayton qozonga aylanadi qoladi. Ayni shu joylar hozir quruqlikda yashayotgan yirik hayvonlarning azaliy vatani hisoblanadi. Jamiki jonivorlar uchun bu yerlar hali ham muzlik davridagidek million yillar ilgarigidek hayot uchun qulay. Yirik timsohlar hali ham o'z ajdodlariga dinozavrlar qirilib ketishiga hissa qo'shgan tangador maxluqlarga o'xshaydilar. Bu zamonaviy azroillar duch kelgan jonzotni, hatto odamni ham tishlab suv ostiga tortib ketadilar. Kalipso komandasi qit'a ichkarisida daryo ko'llar tizimi bo'ylab yastanib yotgan ulkan kambar vodiylarga kirib boradi. Ekspeditsiyadan maqsad tabiat yaratgan eng yirik suv tizimining sohil bo'yi hayotini o'rganish. Kusto komandasi hayvonot olamining so'nggi saltanati sohillarini ham, suv muzofatlarini ham o'rganadi. Shu yerda Yunonlar qadimda gipopotam, ya'ni suv tulpori deb atagan begemot haqidagi filmni suratga oladi. Odatda begemot yuvosh bo'ladi, lekin fe'li ayniganda undan ehtiyot bo'lish lozim. U 3,5 tonnalik mushak g'aramiga aylanib, shiddat bilan harakat qila boshlaydi. Kalipso akvalanchilari shu devsifat pahlavonlar bilan birga suzishlari lozim. Kusto komandasining suv osti sarguzashtlari. Prodyuserlar Filip Kusto va Michel Deloar. Kompozitor va dirijor Lin Murray. Ijrochi prodyuserlar Jacques Cousteau va Marshall Flom. Gipopotamlar. Tanganika. Dunyodagi uzunligi jihatidan eng yirik, chuqurligi jihatidan ikkinchi o'rinda turadigan kichik suvli ko'l. To'qaylardan tozalangan sohil sivilizatsiyani o'zida mujassam etgan. Bu yerlik ko'chmanchilar baliqchi, ovchi, chorvador, brakonyer va ziroatchiga aylanganlar. Aholi qumursqidek ko'payib borgani sababli fillar va boshqa yovvoyi hayvonlarning ular bilan yonma-yon yashashi xavfli albatta. Ko'chmanchi qabilalar bu yerda qo'nim topmay qaytib ketadigan zamonlar ortda qolgan. Endilikda hamma bir parcha yer deb suvga tikilib o'tiradi. Ana shu cho'kindi zaminda ensiz yerda tiqilib yashayotgan odamlar bilan yovvoyi hayvonlar o'rtasida hayot uchun ayovsiz kurash boradi. Ko'p yillar burun Livingstonning e'tiborini tortgan bu o'lka endi Kustoni ham dengizdan chalg'itib o'z huzuriga chorlagan edi. Hamma yerda hayot suv bilan bog'liq. Okean sohillari bo'ylab minglab xil hayvon kun kechiradi. Ichki havzalarning tevaraklari ham xuddi shunday gavjum. Ekolog olim Dr. Watson bizlarga begemotlarning fe'l-atvorini tushuntiradi. Ularning hayoti sohil bo'yi muhitining shart-sharoitiga moslashib ketgan. Go'dak onasining sirg'anchiq orqasiga ilashib qolishga urinadi. Bolakaylar ona bag'riga yashirinadilar, o'ynaydilar. Ona bag'rida bexavotir bo'ladilar va hech qayoqqa qochib ketmaydilar. Suv yoqasida 5 metrlik timsohlar uchrab turadi. Kun botgach, gipopotamlar suvdan chiqadilar va tun bo'yi o'tlaydilar. Ularning terisi fil yoki karkidonniki singari pishiq emas. Begemotlar kunduz kunlari quruqlikda tura olmaydi. Jazirama tropik quyosh nuri ostida
badanlari kuyishi yoki oftob urib halok bo'lishlari mumkin. Begemotlar qirg'oqqa chiqqach, timsoh chekinib ularga yo'l beradi. Kuzatuv minorasidan Mishel Deluar bir to'da begemotni tasvirga tushira boshlaydi. Ular bexavotir damlarda suv betida kuniga 13 soatlab suzadilar. Qiziqqon va yosh erkak begemotlar vaqtni kurash bilan o'tkazadilar. Kattalari dam oladilar, erkin va furcha. Bu holat ularga xush yoqadi. Hatto o'z og'irliklarini ham sezmay mudray boshlaydilar. Erkaklar balog'atga yetgach, ashaddiy raqiblarga aylanadilar. Ular qoziq tishlari bilan bir-birlariga og'ir jarohat yetkazadilar. Bu ulkan o'roqsimon tishlar begemot umrining 35 yil davomida ham o'sishdan to'xtamaydi. Mishel burni bilan nafas olib, sho'ng'ishga chog'langan begemotni tasvirga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Sal narida Kusto bilan Watson suhbatlashib turibdilar. Shaxsan men begemotlar bir zamonlar 1000 yillar muqaddam ham kunduzlari o'tlagan deb hisoblayman. Biroq ular qirg'oqda yugura olmaydilar. Emillab yuradilar. Go'shtlari yog'li va mazali. Mahalliy aholining joni dili. Begemotni nayza bilan ham, kamon bilan ham ovlaganlar. Shu sababli u tunda o'tlaydigan bo'lib qolgan. Pastki qoziq tishlarining bu qadar mustahkamligi meni ajablantiradi. Beozor alafxo'r jonivorga bu tishlar nega kerak ekan? Tushunmadim. Naslni davom ettirish uchun erkak begemotlar o'z hududlari va modalar uchun olishadilar. Bundan tashqari yirtqichlardan, masalan, timsohlardan himoyalanadilar. Timsohlardan? Ha, ular timsohlarning ashaddiy kushandasi. Darhaqiqat, ularning qoziq tishlari qilichdek o'tkir. Og'zi yumilganda ular lunjdagi maxsus kavaklarga joylashadi. Tepadagi qoziq tishlari pastkilariga qarama-qarshi harakatlanib, qaychi hosil qiladi. Begemot odamni ikkiga bo'lib tashlashi hech gap emas. Odamni ikkiga? Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'ladi, bo'p turadi. Bo'ladi. Falokat bosib, yigitlaringizdan yana bitta yarimtasini Xudo saqlasin. Gusto shogirdlari bilan gipopotamlarni suv ostida tasvirga olishga hozirlik ko'radi. Tanganika ko'lidagi begemotlar ko'pincha sayoz joylarda dam oladilar. Akvalanchi po'kak otadigan mana bu to'pponcha bilan biron korxol bo'lgan taqdirda hayvonni daf etishi mumkin. Begemotlar suvdagi odamlarni payqab, sohil tomonga qocha boshlaydilar. Biz darrov suvga tushib, gipopotamlarni qurshab olishga urinamiz. Filip katta tezlikda tub bo'ylab yelib ketayotgan begemotni tasvirga tushirib ulguradi. Hech narsa ko'rinmaydi. Begemotlar suvni loyqalatib, ko'lankalarday ko'zdan g'oyib bo'ladilar. Qovoslar suv tiniqroq joylarda ularni qidirayotib, zahri o'ta kuchli suv kobrasiga duch keladilar. Begemotlar g'oyib bo'ldilar. Biz
tub bo'ylab suzib yuribmiz. Va misoli boshqa davrga yoki boshqa sayyoraga tushib qolganday va oy krateri uzra parvoz qilayotganday. Krater uya bo'lib chiqadi. Uni Tilapiya degan baliqning erkagi hafsala bilan kovlagan. Sixridlar oilasiga mansub bu baliq o'z zurriyotini og'zida olib yuradi. Moda iniga o'ldirib tashlaydi, nar uni urug'laydi. So'ng moda ularni yig'ishtirib og'ziga soladi va o'ldirig'i payida yurgan har xil kushanda baliqlardan asraydi. Mitti baliqchilar paydo bo'lgach, tashqariga suzib chiqa boshlaydilar. Lekin ular uzoqqa ketmaydilar. Xavf tug'ilishi hamonoq yana ona og'ziga berkinadilar. Ota-ona g'amxo'rligi tufayli ular omon eson balog'atga yetadilar va shohbaliq singari chiroyli bo'lib yetishadilar. Suv osti toshlari sag'anaga o'xshaydi. Bechora timsoh quturgan begemotga yo'liqqan bo'lsa kerak. Ehtimol o'zining beo'xshov jag'lari bilan gipopotam bolasiga hamla qilgandir. Qadimiy Misrda senga Xudoga sig'ingandek sig'inardilar. Ammo anchadan beri seni hech kim e'zozlamay qo'ydi. Uy chorvasiga ham, odamlarga ham chang solib suvga tortib ketasan. Yomon otliqsan. Shuning uchun ham aziyat chekasan. Kutilmaganda timsoh paydo bo'ldi. O'q otmadilar. Uni haydab yuborish uchun to'pponcha niqtadilar. Gustoning fikricha, akvalanchilar aylanib yurib, timsoh iniga kirib qolganlar. Bu sovuqqon maxluqning tund nigohidan niyatini anglab bo'lmaydi. Bernar ularni quvishda davom etadi. Lekin odamlar bu yerlarga qahramonlik ko'rsatish uchun emas, gipopotamni suratga olgani kelganlar. Gusto ularga yuzaga qaytishni buyuradi. Gipopotamlarni suratga olishni deyarli iloji yo'q. Ular qochganida suv loyqalanib, hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Ko'l bepoyon va hamma narsa ular tasarrufida. Tutqish bermas bu podaga yaqinlashishning iloji bo'larmikin? Ko'lning janubiy chekkasidagi Kasaba bo'g'oziga Gusto komandasi nomiga Fransiyadan yog'och romga joylashtirilgan sovg'a salom keladi. Hammani uni ichidagi narsa qiziqtiradi. Nihoyat uni ochadilar. Qoyiley, mana uni maxluq desa bo'ladi. Bu tabiiy kattalikdagi gipopotam monakalik usta Jean Charles Rouning ijod mahsuli. Uning og'zida suv osti telekamerasi uchun joy qilingan. Tulumning dumg'aza tarafida ikkinchi akvalanchi uchun pistirma ham bor.
Xo'p, qovurdoq bob ekanmi? O'zlarinikidek qabul qilsalar kerak. Rosti bilan ha? Ha. Begemot o'rnida bo'lganimda qabul qilgan bo'lardim. Bo'y basti 10 metrlik bu maxluq menga sohib jamol bo'lib ko'rinarmidi? Nega endi sohib jamol bo'lar ekan? Chunki u urg'ochi. Ha rost. Erkaklar unga qararmikin? Bo'lmasam-chi? Xullas, tayyorgarligingizni ko'ravering. So the males are going to be interested Yes, in whoever is in the back had better be ready for action. Bernardni omadi keldi. U suv osti gippo qayig'imizga kapitan qilib tayinlandi. Mo'ljal begemotlar. Daryo tulporimiz xuddi Troya arg'umog'i singari bizni gala ichiga olib kirishiga umidvormiz. Akvalangchilar Lalita deb nom olgan monakalik oyim qiz Gipopotam panohida suv ostiga ravona bo'ldilar. Plastmassa begemot qursog'iga berkingan g'avvoslar gala tomon yuradilar. Yo'lda timsohga duch keladilar. Niyatini bilib bo'lmaydi. Tulum og'zidagi kamera begemotlarni yaqindan suratga tushirishga shay. Poda jumbushga keladi. Ularni tinchlantirish uchun suvga sho'ng'ishga qaror qiladilar. Begemotlar yo xavotirga tushadilar, yo ular oyim qizning ko'zi yumilmayotganiga shubha qilyaptilar. Qulog'i qimirlamasligidan ham. Yo'q. U bilan ishlari yo'q. Qiyo boqmay ketadilar. Yigitlarimiz ularni quvishga tushib battar qo'rqitib yuboradilar. Hatto bahaybat daryo toychog'i ham juftakni rostlab qoladi. Barcha sezgi a'zolari unga pardoz-andoz qilgan bu satangdan yaxshilik chiqmasligini quloqlariga shivirlayapti shekilli. Odamlarimiz go'yo maskarad bazmida chuvi chiqqan noshudlarday qirg'oqqa shumshayib qaytib keladilar. Faqat hamisha bosiq va navqiron filgina monakalik betayinning mag'lubiyatiga ahamiyat bermaydi. Taganiki qirg'og'ida sayr qilib yurarkanman, doktor Murray Watson bilan begemotlarni tasvirga tushirish masalalarini muhokama qilaman. Bilasizmi, Murray, bu yer bizga ma'qul, lekin ko'l suvi loyqa, tasvirga tushirishni iloji bo'lmayapti, hech ham. Hozircha shunday. Doim bunday emas-deng? Doim emas. Hozir suv ko'katlari gullagan payt, binobarin shamol esa boshlamoqda, u kuchayib boradi. Suvni ag'dar-to'ntar qiladi va hademay suv tinib qoladi. Hozircha daryolarda suratga olib turishingiz mumkin.
I think Tezoqar daryolar bu yerda ko'p. you have possibilities. Ularni suvni begemotlar loyqalatishga ulgurmaydilar. Loyni oqim tozalab turadi. Clear the mud from the when hit. Imkon borida boshqa joyni axtarib ko'rish kerak. Yeah, so it's a chance, you know. We must look at the places. Filip Kusto va Watson havodan turib toza suvlardagi begemotlarni izlaydigan bo'ldilar. Endi janubga, Zambiyaga, Zambezi irmog'i bo'lmish Luangmo daryosi vodiysiga yo'l olinadi. Murray Watson Sharqiy Afrika yovvoyi hayvonlarini muhofaza qilish jamiyati xodimi. Uning samolyotida aerokino tasvir uchun mo'ljallangan kamera o'rnatilgan. Radio to'lqinlarini qayd etuvchi balandlik o'lchag'ichi kamera obyektiviga bog'langan va u bokira daryolar va jilg'alarni tarmoq otgan tizimini qanday balandlikdan tasvirga olinayotganini avtomatik tarzda qayd etib boradi. Daryo yoqalarida neki bo'lsa, hammasi, ilgari begemotlar o'tlagan yaylovlar ham yong'in girdobida qolgan. Inson bir quloch yer uchun kurashadi. O'rmon etaklarini shudgorlashdan avval butun o't o'lanlarni yoqadi. Hayvonlar bunday joylarni tark etadilar. Oqibatda ular milliy bog' va qo'riqxonalar atrofida ko'plab to'planib qolmoqdalar. Watson Zambiyaning shimoliy chegarasidan 600 kilometr janubroqda daryo suvining g'ayriodatiy ko'pirishini ko'rib qoladi va begemotlar bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Qudratli epkinlar gipopotam galalarining bu yerda noma'lum manzilgohi borligidan xabar beradi. Yaqin masofadan kuzatadilar. Endi ortga qaytish mumkin. Tanganika sohilidagi qarorgohda ularni kapitan Kusto kutmoqda edi. Ça marche. On a trouvé ce qu'il faut. C'est-à-dire. How was it? Xo'sh, ishlar qalay? Very good. Fantastic. Zo'r. Good place. Show me. Shunaqami? Ko'rsatinglar-chi. Let's find it out. Now. Okay, so we Mana bu yerda biz ko'ldan yiroqlashdik. down to the Luangwa. Luangva vodiysi ustidan uchdik. O'sha yoqda begemotlarni yashayotgan toza havzalarni topdik. 4 big groups of 3 guruh bor ekan, timsohlar ham. one was about Ular qancha ekan? Bittasida 60 tacha. 60 ta? Ha? 3 ta katta gala, bittasi kichikroq, 10 tacha bor. Crocodile. Timsohlarchi? Ular katta-katta. Ammo lekin qo'nadigan joy yo'q. Ha, havodan suv tiniq ko'rinadi. Menimcha suratga olsa bo'ladi. Ularga suv ostida yaqinlasha olsa kerak. Samolyotda 600 kilometr ko'ringan masofa yerda botqoq va changalzorlarni oralab yurganda 4 karra uzoqroq bo'lib chiqadi. Yolg'iz oyoq yo'llar allaqachon hayvonlar so'qmog'iga aylanib ketgan. Ularni dam-badam tozalab, yo'l ochishga to'g'ri keladi. Komanda Afrika changalzorlarining eng xilvat joylariga kirib boradi. Juda qiynaldik.
gohida manzilga yetolmasa kerak degan shubhaga ham bordik. Lekin mana manzildamiz va bizni tobora quyuqlashib borayotgan oqshom qo'yniga oladi. Daryo yonginamizda. Bu yerdan begemotlarning g'ala-g'ovuri va na'ralari eshitilib turadi. Ta'qiblardan qochgan gipopotamlar bu yerlarga olis-olislardan kelib qolgan. Ular sivilizatsiyaning qadami yetmagan bu o'lkalarni topib kelguncha ko'p yo'l yurganlar. Kim bilsin, suvlari limmolim bu havzalarni, o't o'lanlarga serob bu yaylovlarni axtarib topguncha ularning qanchasi halok bo'lgan. Poda-poda begemotlarni boqayotgan, maydoni cheklangan, suvlari pokiza bu havzalarni o'zimiz ham zo'rg'a topib oldik. Men poda tunda o'tgan so'qimoqni ko'zdan kechiraman. Demak, ular mana bu yerdan chiqadilar va shu yerdan o'tlagani ketadilar. Ha, shu so'qmoqdan ortga qaytadilar. O'tlagani uzoqqa boradilarmi? 10 kilometrcha yuradilar. Ba'zan undan ham ko'proq. Ular olis yo'l bosganda ko'lmaklarda tin oladilar va har gal ularni kengaytirib ketadilar. Shu tariqa asta-sekin daryodan uzoqdagi joylarni ham o'zlashtiradilar. Ho, ana, loyga belanib yotishibdi. Kechasi bilan 1 sentiner o'tni paqqos tushirgan begemotlar loyga ag'anab hordiq chiqaradilar. Loy ularni ortiqcha haroratdan asraydi. Halqob quriy boshlaganda ular havzaga qaytadilar. Demak, u yerda erkak, moda va bola begemotlar bor, shundaymi? Shunday. Ularni nisbati qanday? Erkak va urg'ochilar soni baravarmi? Taxminan teng. Kattalari bittaga bitta. Teppa teng. Men tasvirga oladigan odamlarimning xavfsizligi haqida o'ylayman. Ularga razm solamiz. Niyatimiz bu junbushga kelgan hayvonlarni tasvirga tushirish. Ular ham aftidan bizni kuzatishmoqda. Kusto o'z dastyorlarini xavf-xatarga duchor qilishni istamaydi. Filip Kusto va Gijua sol yasab, unga ikkita suv osti va suv usti kamerasini o'rnatadilar. Bernard Dilmot narigi qirg'oqdan turib, solni arqon bilan poda tomonga torta boshlaydi. Filip qo'lida chilvir. Begemotlarga yaqinlashganda u chilvirni tortib, kameralarni ishga soladi. Solni g'oyat ehtiyotkorlik bilan ziyrak hayvonlar yoniga tushiradilar. Kamera deyarli ular yonida. Gipopotamlar o'zlariga yanada yaqinroq yo'latisharmikin? Shunda bahaybat bir erkak begemot aqlni shoshiradigan tezlikda sho'ng'ib, chilvirni tagidan o'tib ketadi. Operatorlar qolgan hayvonlarni tasvirga tushirmoqchi bo'ladilar. Filip suv betida yaxshigina tasvirlar olishni uddaladi. Buni o'zi ham kutmagan edi. Sol va arqonlar hayvonlarni yo'lini kesib qo'ygan, chekinishlariga joy qolmagan. Havza chekkasida qurshovda qolgan edilar. Sohilga chiqishni xohlamagan yana bir begemot havzaning berigi tomoniga yorib o'tishga urinadi.
boshqasi to'satdan chekinib qirg'oq tomon yeladi. Begemot karkidondan yirikroq va shiddatliroq. Quturganda ustaradek keskir oziq tishlarining bir zarbi bilan yo'lida duch kelgan kimsani chavaqlab tashlay oladi. U hamlaga arzigulik nishon topa olmagach, suvga qaytib tushadi. Qahrlanib, solni itaradi. Arqonni tumshug'iga o'rab, yana suvga sho'ng'iydi. Filip uning yovuz niyatini sezib qoladi. Sol parchalarini qirg'oqqa tortib chiqaradilar. Bir kamera pachoq. Bebaho tasvirlar esa barbod bo'ladi. Uzoqdan turib tasvirga olish g'oyasi muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlanadi. Now, when the Sol begemot bilan yonma-yon turganida suv ostida nima bo'layotganini kuzata olmay qoldim. I don't know what happened in the water. but Pastki this kamera time pachoq was bo'ldi. totally wrecked. But what also Solga birinchi zarbani bergandan keyin after the begemot first yopirilib, shot into the unga water, sapchib chiqdi-da, tepkilay boshladi. jumped out of the Ishni water qilib bo'lgach, o'zini chetga urdi. and proceeded on trampling it. Nazarimda arqonlardan qo'rqib ketdi. Aftidan ularni Maybe the rope tuzoq deb o'ylagan. raft frightened me, Tutuldim deb. thinking he was going to be trapped or captured. And look at his thick Qaranglar plastic qilofni wall. ahvolini. Pishiq materialdanmidi? Now that's the interesting piece because this plastic is made Rosa to qiziq daliliy ashyo bo'ldi. 11 atmosphere. Bu matoh 11 atmosferaga, ya'ni 1 kvadrat santimetrga 11 kilogrammlik yuk bosimiga dosh beradi. Shunday katta bosimga, ha? Ha. U bo'lsa g'ilofni bir zarb bilan majaqladi qo'ydi. Qudratli hayvon ekan. Nimasini aytasiz? Kallasini o'zi 100 kilogramm keladi. Soatiga 40 kilometr tezlik bilan hamla qiladi. Unga bas keladigani yo'q. Alohida qobiqqa o'ralgan maxsus o'ta mustahkam kamera zarur. O'shanda bu xil zarbalar kor qilmaydi. Go in the water, we'll have Ha, sho'ng'iganda ehtiyot bo'lish kerak. Gusto komandasi operatorlari bu johil hayvonlarni suv ostida suratga olish uchun ularni yoniga sho'ng'ib tushishlari darkor. Boshqa iloji yo'q. Havzada begemotlar kuyi kishi o'z maromida kechadi. Erkaklar orani ochiq qilish bilan ovora. Odamlar esa tasvirga tushirish uchun operatorlarni joy-joyga qo'yish yuzasidan maslahatlashadilar. To Mishel yuqoridan tasvirga olguncha, sen Filip, "Hov, ana u daraxtdan o'zingni tashlab, suv ostini suratga tushirishing mumkin. Biz Bernar bilan narigi chekidan suvga tushib, ularni bu yoqqa, daraxt tomonga surib kelamiz. Ular o'zlarini qanday tushar ekan? Siz nima deysiz? Oldingizga tushib ketaveradilar. Sayozlikkacha quvib borasiz. Keyin ular o'girilib ustingizga bostirib keladilar. Hujum qilishlari ham mumkin. Shuning uchun ehtiyot shart. To'ponchangizni ham olib oling. Lekin havzada faqat begemotlargina yashamaydi. Begemotlarni payqash oson, chunki ular nafas olgani yuzaga chiqadilar. Timsohlarni esa bu yerdan ko'ra olmaysiz. Sizningcha timsohlar begemotlardan xavfliroqmi? Xavfli bo'lganda qandoq? Begemotlardan hamma. Taqqoslab bo'lmaydi. Nima uchun? Negaki ular etxo'r. Odamga hamla qilishga o'rganishgan. Demak, suv ostida kutilmagan mashmashalar ko'p bo'lar ekanda. Shubhasiz, bu yerning suv osti dunyosi o'ta xatarli. Mayli, rahmat. Lekin biz hushyor turamiz. Choshgoh. Gipopotamlar uyquda. Faqat nafas epkinidan suv chayqaladi. Behalovat dam olish onlari. Ular sayoz suvlarda oyoqlariga dam berib, yumshoq tubga yoslanib, oila bo'lib joylashadilar.
Sukunatdan foydalangan barboz baliqlar begemotlar atrofida parvona. Baliqlar og'zi so'rg'ichday ishlaydi. Pahlavonlarning etidan suv o'tlari, zuluklar, hasharotlarni so'rib tashlaydi. Suv ostida suratga olishning ayni fursati yetgan ko'rinadi. Demak, kelishdikmi Yuray? Ular qayerdaligiga qo'lingiz bilan ishora qilasiz. Barmoqlaringiz bilan oradagi masofa qanchaligini ko'rsatasiz. Ularni o'zi bizni ogohlantirib o'tirmaydi-ku, to'g'rimi? Oh, men jag ska flyga en gång till ännu mer. Gustav bilan Watson baland qirg'oqda turib, barcha amallarini kuzatib g'avvoslarga rahnamolik qiladilar. Qo'riqchi begemot pishqiradi. Uning oromiga chek qo'yilgan edi-da. Odamlar podani juda ehtiyotkorlik bilan aylanib o'tadilar, lekin u allaqachon tug'yonga kelib bo'lgan edi. Filip va Bernar podaning tinchlanishini kutadilar. Bir urg'ochi begemot o'z mahobatini ro'kach qilib, odamlarni qo'rqitish uchun hurpaya boshlaydi. Modalar narlardan do'mboqroq, eti ham qizg'ishroq. Ular podaga o'z hukmlarini o'tkazadilar va doimo uning aylanasida qo'riqchilik qilib yotadilar. To'satdan akvalangchilar tarafiga siljiy boshlagan modani ko'rib qoldik. U yuzaga odamlarimizni yonginasidan chiqdi. Qimir etmay poylab turibdi. Sho'ng'idi. Filip uning ketidan ergashdi. Suratga olish yana qiyinlashadi. Chunki hayvonlar tub bo'ylab yugurarkan, tuyoqlari bilan qatlanib yotgan qiylarni to'zg'itadilar. Ozuqa moddalariga serob joyda baliqlarga jon kiradi, semiradi. Ammo baliqlar bor joyda timsoh ham hozir va nozir. Bernar uni girdobning boshqa chekkasiga haydashga urinadi. Chog'roq girdobda begemotlar to'planib qolgani boisidan to's to'polon boshlanadi. Bernar katta moda ketidan ehtiyotkorlik bilan ergashadi. U shataloq otib, oyoqlarini baland ko'taradi. Shunda uning qo'sh tuyog'i yaxshi ko'rinadi. Shu tuyoqlari tufayli u tuya, jirafa va ohular singari hayvonlar turkumiga kiradi. Birdan u taqqa to'xtaydi. Vajohatidan Bernarga tashlanadiganday. Lekin u ketadi. Filip va Bernar sayozroq joyda g'uj bo'lib olgan gipopotamlar sari sekin asta surila boshlaydilar. Filipning kamerasiga bir o'smir gipopotam o'girilib qaraydi. Omadni qarang. Gipopotamlar odamlarga yo'l berib, havzaning chuqur tomoniga qochib qoladilar. Odamlar ular ortidan suzadilar. Bernar qochayotgan bir ona begemotni silashga ulguradi, ammo bu bilan kifoyalanmaydi. Uning go'dagini ham shapillatib erkalagan bo'ladi. Bu ishi chakki bo'ldi. Ona gavron yeganday sapchib tushadi va bolasini himoyasiga tashlanadi. So'ng suv betini to'lqinlatib, go'dagi ketidan yeldak uchadi. Ana tezlik u, mana tezlik. From here it
Sekundiga 4 metr, yana oqimga qarshi. Soatiga qariyb 15 kilometr. Undan ham ortiqroq. Girdobning narigi chekkasi. Suv toza va tiniq. Och baliqlar begemotlar ortidan izma-iz soyadek ergashib yuradilar. Suv ostida daryo tulporlari o'zlarini bexatar his qiladilar. Ular salobat bilan sipo harakatlanadilar. Biz suratga olib bo'ldik. Begemotlar esa xudo andachilikni davom ettiryaptilar. Talay hayvonlar qatori ular ham ishqiy bitimdan oldin oshiq ma'shuqlik rusumini bajo keltiradilar. G'avvoslarimizning inobatli mulohazalariga qaraganda, mana bu keksa narning armoni ushalgan. Qay bir moda tomonidan rad etilgach, alamidan yoshrog'ini topgan va aftidan uning roziligini olmoqchi. Dafatan havoda bol arrixo'r qushlarning turfarang qanotlari yarqiraydi. Qushlar inlariga qaytayotib, bol arrilar uyasiga qiron keltiradilar. Ularning inlari suv sathidan juda yuksakda, tik qoyalar bag'rida, biror ilon zotining qadami yeta olmaydigan yerlarda. Bular o'lkaning ajoyib parrandalari. Uya qurgan joylarning o'zi esa mening nazarimda juda muhim ahamiyatga ega. Ha. Qit'alarning suv tuzumlari okeanlarning o'ziga xos oziqa tomirlaridir. Qit'a hisobiga okean o'z suvlarini yangilaydi. Sohil bo'ylari uchun zarur kimyoviy moddalarga to'yinadi. Ichki havzalar sohilidagi inson bilan yovvoyi hayvonlar raqobati hatto shu hududlargacha tarqalib, mana bu qushlarni ham chetlab o'tmagan. Oqibat natijada gipopotamlar ham, timsohlar ham, mana shu qushlar ham sohillar bo'ylab yashaydigan, kuni suvga qarab qolgan jumlai jonivorlar ham hammasi odamga dushman bo'lib qolgan. Agar aytaylik, tevarak atrofda qishloqlar bo'lganida bular qanday yashardilar? Menimcha yashamasdilar, mahv bo'lardilar. Ehtimol ular boshi oqqan yoqqa ketarmidi, balkim. Ularni bu yerlardan sitib chiqarishardi. Asta-sekin albatta. Chunki inson va yovvoyi hayvonlar daryo sohilining bu kambar yerida hech qachon murosa qila olmasdi. Odamlar bu yerlarda cho'milardilar, kir-chir yuvardilar, yo'l qurardilar, qiya-qarog'ini qo'parardilar. Inson borliqni tez o'zgartiradi. Hayvon turlarini yaratishga, ularni moslashtirishga ming va million yillar ketgan. Inson palapatish faoliyati bilan hayvonlarga tomdan tarasha tushgandek bo'lib tuyuladi. Men buni sal boshqacharoq ifodalagan bo'lardim. Inson qurol vositasida tabiatning rivojlanish maromini jadallashtirishga urinmoqda. Hayvonlar ixtiyorida hech qanday qurol aslaha yo'q. Shu bois ular poygada yutqazib, lamakon ahvolga tushib qoladilar. Ular hech qachon insonga bas kela olmaydilar. Bu olamda quyosh hammaga baravar nur sochadi. Mana shafaqning so'nggi shu'lalaridan umidvor bo'lgan norasida begemot suv betiga talpinmoqda. Bunday sohillari bo'lgan daryolar
jahon okeanining teran tomirlaridir. Ularni asrash, ardoqlash, himoya qilish zarur. Zero bu hayotning asl ma'nosi suv va zaminning qutlug' ittifoqi hosilasidir. Gipopotam o'zi topgan har qanday o't o'lanni bir chekkadan yeyaveradi. Bu begemotning tabiiy yaylovida imoratlar qad ko'targan. U odamlarga o'rgangan va bu yerga kanda qilmay qatnaydi. Boshqa begemotlardan farqli o'laroq negadir kunduzlari o'tlaydi va shunda etidan ter o'rniga qon tepchiydi. Uning sezgir terisini quyoshdan asrash uchun a'zoyi badanidan qon kabi qizg'ish ter chiqadi. Bernar yovvoyi gipopotamlar ichida ko'p suzgan. Shu boisdan tarki odat qilib, odamlar orasida sandiraqlab yurishga o'rgangan bunday begemot boshqalardan ancha xatarli ekanini biladi. Zamonaviy bandargoh va begemot bir-biriga esh emas. Mana sohil hududlari uchun kurashning navbatdagi qurboni. Ayanchli manzara. Qarashga yurak dov bermaydi. Ammo odamlar insofga kela boshladilar. Ular hali sivilizatsiya qadami yetmagan daryo va ko'llarni, u yerda saqlanib qolgan yovvoyi begemot va timsohlarni, parranda-yu darrandalarni o'z holiga qo'yishni talab etmoqdalar. Kim bilsin, odamdan berkinish uchun begemotlarga panoh topilmay qoladigan bexosiyat zamonlar uncha yaqin emasdir. Prodyuser va ssenariy avtori Endi White. Operatorlar Michel Deloar va Philip Cousteau. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasi buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Dublajda artistlardan Farhod Aminov, G'aybulla Hojiyev, Sohibjamol Turdaliyevalar ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Yo'ldosh Abdukarimov, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, ovoz rejissyori Erkin Qayyumov, tarjimon Surayyo To'raxonova, muharrir Bahodir Abdullayev. Cousteau Group korporatsiyasi mahsuloti.